Ushbu joyga uch avtomobillarimizni endi o'z narxida bo'lib to'lash imkoniyati aynan sizda mavjud. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana o'sha Jakem 3 avtomobili sizlarga video qilib chiqishga majbur bo'ldik. Sababi buni bo'lib to'lash, ya'ni rassrochkasi muddati juda ham cho'zildi. Videoda oxirigacha ko'rib, like, podpiska tugmasini bosib qo'yib turinglar. Men sizlarga qanaqa qilib sotib olish tartiblarini bir qator tushuntirib o'taman. Ungacha yangi obunachilarimiz uchun qisqacha obzorni qilamiz va oxirida sizlarga narxi bo'lib to'lashini tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib avtomobilimizni asosiy qismi, ya'ni motorini ko'rsatib o'tamiz. Motorlarimiz Yaponiya bilan hamkorlikda Toyota kompaniyasi bilan ishlangan. Bu 1.8 atmosferli motor bo'ladi. Bu 136 ta ot kuchiga ega. Propan, metan ham bemalol ustanovka qilsanglar bo'ladi. Servis garantiyalari 3 yil 100 ming probeggacha garantiya beramiz. Xudo xolasa propan, metan ustanovka qilganda ham garantiyadan chiqmaydi. Bu avtomobilimizda hozirda ko'proq bog'chasi borlar, har xil biznesi borlar, undan tashqari liniya uchun sotib olayotganlar juda ham to'g'ri tanlov qilyapti. Sababini ko'rsanglar bo'ladi. Orqa salonni bir qator ko'rsatib o'tamiz hozir. Xo'p, o'zimning bo'yim 1.80. Mana o'tirishlar ham bemalol. Sidinani yotqizsanglar bo'ladi. Bu yotgan holat edi, bu o'tirgan holati. Podlakorniklari bor. Undan tashqari passajirlar uchun konditsionerlari bor. Undan tashqari zaryad qiluvchi port, podstakanlik. Bemalol bu yerga suvlarni qo'yib ketsanglar bo'ladi. Uzoq safarlarga chiqishga ham juda ham zo'r tanlov Jak M3 avtomobili. Keng salonlari. Ushbu avtomobilimizda yukxonasi ham mavjud. Hozir bir qator yukxonasini ham ko'rsatib o'tamiz. Orqa ko'rinishini ham bir qator ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan Jak emblemalari, zadniy kameralari va undan tashqari patroniklarigacha bor. Bemalol boshqarishga qulay avtomobil. Yukxonasini ko'rsanglar ham bo'ladi. Kenggina, ya'ni oilaviy dam olishga chiqqanda, tog'larga chiqqanda bemalol ancha-muncha narsalar sig'dirib ketsanglar bo'ladi. Endi komfortiga kelamiz. Endi avtomobilimizni shofyori, ya'ni haydovchi uchun komfortini ko'rib o'tamiz. Ushbu avtomobilimiz salon qismi juda ham skromniy qilib ishlangan. Elektronli rul, monitor 16 dyuymli, konditsioner, ABS-larigacha mavjud. Skoroslari 5 ta skorosli bo'ladi. Zadniy kamerani ham juda ham tiniq qilib ko'rsatib beradi. Bitta ko'rsatib qo'yasiz. Bu avtomobilimizni olganingizdan keyin uzoq yo'llarga chiqsangizdan umuman charchatmaydi deb bemalol ayta olaman, chunki uzoq yo'lga o'zimiz ham haydab chiqib ko'rganmiz. Avtomobil prosta komfort. Mashinani ko'rib chiqdingiz, bilaman sizga mashina yoqdi, lekin nimaga haligacha like bosmadingiz, ha? Endi mashinamizning eng asosiy joyi sotib olish, narxi, tartiblarini tushuntirib o'taman. Ushbu avtomobilimizni hozirgi kunda 2026-yillari mavjud, 2025-yil уже qolmadi. 2026-yillarini hozir 226 million so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. Pulim yetmayapti desangiz 50% ni to'laysiz, qolgan 50% ni 28 oy davomida foizsiz, jarimasiz bemalol bo'lib to'lash imkoniyati mavjud bo'ldi. Buning uchun Jak Motors Andijon filialiga keling yoki pastdagi nomerlarimizga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi.